2026-yil 1-iyuldan boshlab Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida yangi rag'batlantiruvchi loyiha yo'lga qo'yiladi. Endilikda savdo va xizmat ko'rsatish obyektlaridan onlayn nazorat kassa texnikasi orqali amalga oshirilgan xaridlar uchun beriladigan fiskal cheklar asosida har oyda yutuqli o'yinlar o'tkaziladi. Buning uchun Soliq mobil ilovasida maxsus yutuqli o'yinlar platformasi ishga tushiriladi. Platforma har oy yakuni bo'yicha keyingi oyning 5-sanasiga qadar inson omilisiz avtomatik tarzda g'oliblarni aniqlaydi. Yutuqli o'yinlarning qonuniyligi va shaffofligini ta'minlash maqsadida maxsus komissiya faoliyat yuritadi. Har oylik o'yinlarning bosh sovrini avtomobil, shuningdek, ishtirokchilar uchun boshqa qimmatbaho va rag'batlantiruvchi sovrinlar ham taqdim etilishi mumkin. Eng muhimi, xaridlar summasining 1% qaytarish bo'yicha amaldagi cashback tizimi saqlab qolinadi. Mazkur tashabbus fiskal cheklarini talab qilish madaniyatini oshirish, hisob-kitobdagi shaffoflikni ta'minlash, soliq intizomini mustahkamlash hamda tadbirkorlik subyektlarida onlayn kassa texnikasidan samarali foydalanishni rag'batlantirishga xizmat qiladi. Fiskal chekni oling, ro'yxatdan o'tkazing va qimmatbaho sovrinlarni qo'lga kiritish imkoniyatidan foydalaning.